Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Ko'rib turganlaring Abbat Fitel noki, buni kalibriga baho berasizlar. Kaftimni, mana kaftim ko'rinib turibdi. Kaftim to'ladi mana. Bir donasi 300 gram, 150 gram, 400 gramga yaqin massa beradi. Ishonchli ko'chatlarni ko'paytirganmiz, shuna qilib chirinkalardan olamiz, kesamiz. Kurtaylardan payvand qilib bu ona bog' hisoblanadi. Bu bog'ni ko'p qo'yib boramiz mana. Kichkinagina hollarida bizni даже 15-20 tadan hosili bor. Kamida 3 kilodan 5 kilogacha hosili bor, katta kichikligiga qarab. Hammasini ko'rsatamiz sizlarga. Bir qutida bor. Bular boshqa sort, karmen sortlari, ichida mevasi yo'qlari. Bular terilgan. Ko'rib turibsizlar, hosiliga baho beringlar. Bundan kim ekmoqchi, boqmoqchi bo'lsa tavsiya qilamiz. Yaxshi noklardan biri, kasallikka chidamli noklar. Mana bir dona ham kasal yo'q. Har bilan dorilarni ko'rib turganingizdek. Yeringizdan kelib chiqib, yer maydoningizdan kelib chiqib, qanaqa navlarni tanlash kerak, qanaqa navlar ekish kerak maslahatlar beramiz. Yaxshi navlarni tanlab beramiz sizlarga. Hammasida 1 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilogacha hosili bor. Bir dona kichkinagina. Buni eng afzalligi, qiziq tomoni, o'tirib olib, bemalol nok tersiz bo'ladi. Daraxt ustiga chiqib, qiynalib, to'kilib, zahar bo'lmaydi, xudo xolasa mana. Nokga baho beringlar. Bu sariq tusga kiradi. Juda mazali, qovunga o'xshab, juda yumshoq bo'ladi pishib yetilgan holatda. Ko'chatlarni ekishni tavsiya qilamiz. Bizda ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Nomerlarimiz profilda aytib o'tamiz. 90lik kodi bilan 368 0119 raqamlaridamiz. Nokka bittadan like bosishingizdan chiqmasin.